Avval hafta savdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Spark mashinasi kelib qoldi. 2013-yil 453 ming kilometr masofani bosib o'tgan ikkinchi pozitsiya mexanikasi bo'ladi. Ukalar mashina holati zo'r holat turibdi. To'rtta yangi Cobalt diski yumshoq bolonlar qo'yilgan, shumkalar qilingan ukalar. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Qimmat chexol, ko'rik polli solingan, konditsionerlar ham ukalar muzda ishlab turibdi. Xo'p, video registrator mashinaga putlargacha uстановка qilingan, temir gaz balonlari bor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q ekan ukalar. Motor, korobka, hadov qismlarida ham hech qanaqa muammosi yo'q. Kuzlar ham ideal holatda turibdi. Kraska holati ukalar, mashina udallari yo'q. O'chgani uchun sepilgan ekan. Mana shu 3 ta detallar yuzak kraskasi bor. Ichiga o'tmagan ekan. 100% javob beramiz deyapti. O'zingiz uchun tekshirtirib, prerika qildirib olasizlar. Ukamiz bilan narxini sizlar mazza qilib, meni ishinglar uchun $4550 baholaydi. $4550 ga 2013-yil 453 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor ikkinchi pozitsiya mexanika katta motorda Spark mashinasi ukalar.